Ana o'zi hamma tayyormi? Qani hamma tayyor bo'lsa bitta plyus bosinglar, boshlaymiz, darsni boshlaymiz. Endi kechikkanlar o'zi kechikib kiraveradi. Plyus. Plyus. Yaxshi, молодцы. Xo'p, qaranglar, oldin biz sizlar bilan e, birinchi grafik mavzusini o'tishdan oldin ozgincha bilishimiz kerak bo'lgan tushunchalar bor. Son o'qi degan narsa o'tgan edik, a? Son o'qi. Nima edi bu son o'qi? Eslanglar, oldin bir tushuntirdim. Son o'qi degani nima edi bu? Son o'qi deganda nimani tushunamiz? Biz aytdikki, mana shunday bitta to'g'ri chiziq bor va unda bitta O nuqta bor. Mana bu o'ng tomonga qarab, mana 1, 2, 3, 4 deb biz plyus chekslikkacha bo'lgan sonlarni mana shu son o'qiga joylashtiramiz degandik. Mana bu tomonga esa yo'nalish bo'lgan uchun -1, -2, -3, mana bunday -4, -5, -6 qilib joylashtiramiz. Bu tomon esa nimaga ketadi? Mana minus cheksizlikka ketadi degan edi, to'g'rimi? Xuddi mana shunaqa tartibda sonlar joylashtiriladi degandim. Eslaringizda bo'lsa, misol uchun bitta A nuqtani belgilasak, keyin aytdik, A nuqtani koordinatasi -3 ga teng. Yoki demak bitta C nuqtani koordinatasini belgilasak, C nuqtani koordinatasi 3 ga teng degandik, a? Mana bu son o'qi deb aytgan edik. Eslaringizda bo'lsa, buni ancha oldin o'tdik. Endi bugun sizlar bilan koordinata o'qi degan narsani gaplashamiz. Koordinata o'qi. Koordinata o'qi. Bu nima degani desa, endi qaranglar, koordinata o'qi degani mana shu ikkita son o'qini kesishmasidan hosil bo'ladi. Mana bitta son o'qimiz bunaqa bo'lsa, bitta son o'qimiz mana bunaqa bo'ladi. Bu x o'q deymiz. Mana ox o'qi deymiz. Bunisini esa oy o'q deymiz. E'tibor bersanglar, bunda ham mana 1, 2, 3 bo'lib hokazo plyus qarab ketadi. Bu yoqda -1, -2, -3, -4 bo'lib bu ham cheksizlikka qarab ketadi. Bunaqasiga qarasanglar, bu ham mana bu nuqta 0, bu ham 1, 2, 3 bo'ladi plyus cheksizlikka, pastga qarab esa -1, -2, -3 bo'lib pastga qarab ketadi. Demak, mana shu ikkita son o'qini kesishmasidan hosil bo'lgan mana bu demak narsaga biz nima deymiz? Koordinata o'qi deymiz. Tushundinglarmi? Endi bu koordinata o'qi aynan o'zi aslida nima uchun kerak degan savol bo'ladigan bo'lsa, bu tekstlikdagi ixtiyoriy birorta A nuqtani joylashuvini aniqlashimiz uchun kerak. Misol uchun mana shu A nuqta berilgan bo'lsa, A nuqtani bunday qilsam mana 3 ga to'g'ri keladi, bunday qilsam mana 2 ga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Endi bunda nima uchun 2, 3? Mana 2 mi? Mana bu yerdan 3 misol uchun, to'g'rimi? Mana shu A nuqtani koordinatasini birinchi ox o'qidan aytiladi. Ox o'qidan demak 3, oy o'qidan esa nechi? 2. Demak, A nuqtani koordinatasi 3 u nechi ekan? 2 ekan. Yoki-da, misol uchun mana bu yerda B nuqta bo'ladigan bo'lsa, demak, B nuqtamizni koordinatasi qani? Aytinglarchi, nechi bo'ladi? B nuqtani koordinatasini kim aytadi? B nuqtani koordinatasi demak mana bu yerda mana x'imizdan birinchi x qiymati, ya'ni ox qiymati aytiladi doim. Keyingisi bu y ni qiymati, to'g'rimi? Mana y'imiz nimaga teng? 1 ga teng. Demak, bizda -3 u 1 degan nuqtaga kelib qolamiz. Yo'q, -3 u -1 emas, Buxorbek. Qara, bu tepada mana y dan kesish nuqtasi qani? Mana 1 ga to'g'ri kelyapti-yu, shuning uchun -3 u 1 nuqta bo'lishi kerak. Yokida mana bu yerda bo'lsa D nuqtamiz nima bo'ladi? Misol uchun mana 4, mana bunisi 5 bo'ladigan bo'lsa, qani D nuqtani koordinatasini aytinglarchi bolalar, nechiga to'g'ri kelyapti? D nuqtani koordinatasi. Kecha grafikka doir misol ham tushdimi Prezident maktabida? D nuqtani koordinatasi mana 5 u 3 ga to'g'ri keladi. Молодцы. Kim yozdi? Birinchilardan bo'lib Asilaxon yozdi. Молодцы, zo'r. Endi qaranglar, demak mana bu bizada koordinata o'qidan endi mana ixtiyoriy ikkita nuqta, to'g'rimi? Biz agar mana shu ikkita nuqtani tutashtiradigan bo'lsak, mana bu mana bizda grafik deyiladi endi mana. A va D nuqtadan o'tuvchi chiziq bor, qanaqadir to'g'ri chiziq bor. Mana shu nimanidir grafiki, qaysidir hodisani bizlarda belgilab beradi. Endi
Bunga misol mana bizada misollar berilgan, e'tibor bersanglar, odatda bizada mana grafik deganda mana bu mana bizda ox o'qi bo'lib kelyapti. Mana bunisi oy. Oy nimani anglatadi? Mana bu misol uchun ox o'qiga qaranglar, mart, aprel, may, iyun, iyul deb joylashtirib chiqishgan, to'g'rimi? Bu yerda oy o'qiga nima joylashtirilgan desa, o'sha mart oyida nechta avtomobil soni sotilgani ko'rsatilgan. Mana yozib qo'ygan. Sotilgan mashinalar soni. Demak, mana bu y o'qi sotilgan mashinalar sonini ko'rsatar ekan. Bu esa qaysi oylardaligini ko'rsatar ekan. Misol uchun e'tibor bersanglar, mart oyida nechta mashina sotilibdi? Qaranglar, nechtaga to'g'ri kelyapti mana. Mart oyida 20 ta mashina sotilgan. Aprel oyida nechtaga to'g'ri kelyapti mana? 40 taga. May oyida nechtaga to'g'ri kelyapti? 60 taga. Iyun oyida nechtaga to'g'ri kelyapti? 30 taga. Iyul oyida esa mana nechtaga to'g'ri keladi? Iyul oyida mana 10 taga to'g'ri keladi. Endi bizdan so'rayapti. Eng kam mashina qaysi oyda sotilgan? Qani yozinglarchi, eng kam mashina qaysi oyda sotilgan? Mana sizlarda mart, aprel, may, iyun, iyul bo'lsa, demak iyul oyida sotilgan. Mag'latchi to'ppa-to'g'ri. Demak, A javobimiz nima bo'lishi kerak edi? Iyul oyida bo'lishi kerak edi mana. Demak, birinchisi iyul oyida. Keyingisi, qaysi oyda 30 ta mashina sotilgan debdi. Qanachi qaysi oyda 30 ta mashina sotilgan? Iyun oyida to'ppa-to'g'ri. Chunki mana 30 ta mashina sotilgan oyga qarasanglar, qaysi oy to'g'ri kelyapti? Iyun oyi to'g'ri kelyapti. Demak, mana bu iyun oyi. Iyun oyi, to'g'rimi mana? 30 ta mashina sotilgan joy iyun oyi. Endi sesini qarasanglar, aprel oyida nechta mashina sotilgan debdi. Qani aprel oyida nechta mashina sotilgan? Qaranglarchi, mana aprel nechta mashinaga to'g'ri kelyapti? Demak, 40 ta. Молодцы, demak tushunibsizlar. 40 ta mashina sotilgan mana aprel oyida. Endi desa dastlabki 3 oy davomida nechta mashina sotilgan desa, dastlabki 3 oy, demak mart, aprel, may haqida gapiryapti. Martda demak bizada 20 ta sotilgan plus aprel oyida demak 40 ta sotilgan plus may oyida esa 60 ta sotilgan. Hammasini qo'shadigan bo'lsak, mana 120 ga teng bo'ladi. Demak, bizada mana iyul, iyun 40 ta va 120 ta degan misolimiz bor. Endi mana birinchisini men ishlab berdim sizlarga, ikkinchisi sizlarga uyga vazifa bo'ladi. Endi uchinchisini ko'ramiz. Mana shunaqa birinchisini ishlaymiz, ikkinchisini juftlar uyga vazifa bo'ladi, toqlarini ishlaymiz. Xo'p, keyingisi maktab o'quvchilari o'rtasida kim qaysi rangni yoqtirishi haqida so'rovnoma o'tkazildi. Quyidagi grafikda shu so'rovnoma natijalari keltirilgan debdi. Qaranglar. Demak, so'rovnoma natijalari mana keltirilgan 3-da. Mana bu yerda mana x o'qimiz ranglarni anglatyapti, qaysi rangligini. Bu yerda esa y o'qimiz soni, ya'ni qaysi rangni nechta odam yoqtirishi haqida ma'lumot berilyapti. Bizning birinchisi qaysi rangni eng kam sondagi o'quvchi tanlagan? Demak, eng kam sondagi o'quvchi mana, demak, pushti ekan. Pushti. Nechta o'quvchi tanlagan? 4 ta o'quvchi tanlagan. Ko'k rangni tanlaganlar soni sariq rangni tanlaganlar sonidan nechta kam? Sariqni nechta tanlagan? 10 ta, ko'kni esa 2 ta. Shuning uchun 10 minus 2 qiladigan bo'lsak 8 ta, demak nima tanlangan? Rang tanlangan bo'ladi. Keyingisi sariq va yashil rangni tanlagan o'quvchilarning umumiy sonini toping. Sariq demak 10 ta tanlangan, yashil esa nechta? 16 ta tanlangan plus 16. Demak nechta ekan? 26 ta bo'ladi. Kamida yana nechta odam sariq rangni tanlasa va boshqa o'zgarishlar bo'lmasa, sariq rang eng sevimli bo'ladi. Demak, bizlarda hozir eng sevimlisi nechi bo'lib turibdi? Nima, yashilmi? Ya'ni 16 ta. Endi undan eng sevimli bo'lish uchun demak eng kamida 17 ta odam tanlash kerak. Sarig'imiz 10 ta bo'lgani uchun 17 dan 10 ni ayiradigan bo'lsak, demak kamida 7 ta odam sariq rangni tanlash kerak bo'ladi. Endi 4-misolni esa o'zlaringiz nima qilasizlar? Ishlab qo'yasizlar. 5-sini qarasak, 5-sini qaranglar. Grafik beryapti. Mana bu grafik deydi. Mana boya aytdim,
Mana e'tibor bersanglar, bir nechta nuqtalarni mana tutashtiryapti-da. Nima hosil qilyapti? Grafik hosil qilyapti. Bizda quyidagi grafikda dekabr oyining 4 kuni quyidagi grafikda dekabr oyining 4 kuni davomida qayd etilgan havo harorati aks ettirilgan. Ko'ryapsizlar-a? Bizda mana birinchi kun 16 gradus, ikkinchi kun mana bu y o'qimiz e'tibor bersanglar havo haroratini anglatyapti. Mana bu x o'qimiz esa kunlarni anglatyapti. Bizda qaysi kuni eng past harorat bo'lgan? Eng past harorat mana bu nuqtami mana? Ya'ni ikkinchi kun necha gradus tashkil qilgan ekan? 12 gradus. Demak, bizlarda ikkinchi kun bo'lgan ekan. Eng past harorat. Endi birinchi kun havo harorati necha gradus edi? Birinchi kunga qarasanglar nechiga to'g'ri kelyapti? 16 ga mana. 16 gradusga to'g'ri kelyapti. Mana bu pasayganini ifodalab beryapti. Mana birinchidan ikkinchigacha e'tibor bersanglar pastga qarab ketganmi? Mana shu demak harorat pasaygan degan ma'noni anglatyapti. Demak 16 gradus. Esa 4-kun bo'lgan harorat ikkinchi kun bo'lgan haroratdan necha gradus yuqori? 4-kun demak 18 gradus bo'lgan, ha? Ikkinchi kun necha gradus bo'lgan? 12 mi? Qancha yuqori desa, demak 18 dan 12 ni tashlasang 6 gradus Selsiga nima bo'ladi? Yuqori bo'ladi. 5-chini biz ishladik, 6-chini o'zlaringiz ishlaysiz. Mana to'rt burchakda olib qo'yganlarim sizlarga uyga vazifa bo'ladi mana. Tushunyapsizlar-a? 2-chi, 4-chi, 6-chini uyga vazifa qilib ishlaysizlar. Endi 7-chini ishlaymiz. Quyidagi grafikda 5 kun davomida sotilgan mashinalar soni ko'rsatilgan. Mana bu mashinalar soni ekan, y o'qimiz, x o'qimiz esa kunlari ekan. Ya'ni dushanba kuni 2 ta mashina sotilgan, seshanba 4 ta, chorshanba 3 ta, tushundinglar-a? Ketdi keyin sizdan so'rayapti. Asi eng kam sondagi mashina qachon sotilgan? Qachon sotilgan eng kam mashina? Demak, dushanba. To'g'rimi? Eng kam mashina mana nima sotilgan ekan? Dushanba sotilgan ekan. Keyingisi B-si. Seshanba kuni chorshanba kuniga nisbatan nechta ko'p mashina sotilgan? Seshanba kuni 4 ta mashina sotilgan, to'g'rimi? Seshanba kuni mana e'tibor bersanglar 4 ta sotilgan. Chorshanba kuni 3 ta. Demak, nechta ko'p sotilibdi? Bitta ko'p mashina sotilgan. Keyingisini qarasang, nima deyapti? Qaysi kunlarda 4 ta mashina sotilgan? Qaysi kunlarda 4 ta mashina sotilgan? Qaranglar. Mana 4 dan yuradigan bo'lsak, seshanba kuni sotilibdi. Keyin eng oxirida bo'lsa juma kuni. Demak, javob seshanba va nima bo'ladi? Juma kunlari. Demak, 4 tadan mashina sotilgan hisoblanadi. Juma kuni sotilgan mashinalar soni payshanba kuni sotilgan mashinalar sonidan nechta kam? Juma kuni demak 4 ta sotilgan, payshanba kuni nechta? 6 ta sotilgan. Nechta kam desa 6 minus 4 demak nechta bo'lar ekan? 2 ta sotilgan hisoblanar ekan. Demak, xuddi shunaqa mana 7-chini ishladik. 8-chini endi o'zingiz nima qilasiz? Uyda mustaqil ravishda ishlaysizlar. Uyga vazifa bo'ladi sizlarga. Keyingisi 9-sini ishlaymiz endi. 9-si nima deyapti? Quyida ikkita grafikda Toshkent shahrida joylashgan maktabning barcha 4-chi A, 4-chi B, 4-chi C va 4-chi D sinflari o'quvchi qiz bolalar va o'g'il bolalarning soni ko'rsatilgan. Demak, qaranglar, mana bu yerda qiz bolalar, mana bu yerda sinflar, ya'ni A sinfda 8 ta qiz bola bor ekan, B sinfda mana 12 ta, C'da 10 ta, D'da esa 6 ta qiz bola borligini anglatadi. Endi ikkinchi ikkita grafikda. Bu grafikimizda o'g'il bolalar soni ko'rsatilgan ekan. A sinfda demak 10 ta o'g'il bola bor, B sinfda 8 ta, C'da ham 10 ta mana, D'da esa 12 ta bor ekan. Bizdan so'rayapti, eng ko'pi bilan o'g'il bolalar qaysi sinfda o'qiydi? Eng ko'p o'g'il bolalar qaysi sinfda o'qiydi? Qani yozinglarchi, eng ko'p o'g'il bolalar qaysi sinfda o'qiydi? D'da, молодцы. Eng ko'p o'g'il bolalar demak D'da o'qiydi.
A sinfdagi qiz bolalar soni D sinfdagi o'g'il bolalar sonidan nechta kam? A sinfda demak qiz bolalar 8 ta, D sinfda 12 ta o'g'il bola. Nechta kam bo'ladi? 12 minus 8 bo'lsa 4 taga demak kam bo'ladi. Keyingisi B va D sinflaridagi o'g'il bolalarning birgalikdagi sonini toping. B va D. Bda demak 8 ta bo'lsa, Dda nechta o'g'il bola bor? 12 ta. Demak jami nechta bo'ladi? 20 ta demak o'g'il bola bo'ladi. Keyingisi shu maktabning barcha 4-sinfda nechta umumiy o'quvchi o'qiydi? Shu maktabning barcha qaysiga bu dars chiq nima kimdi bu? Nursulton agar dars eshitging kelmayotgan bo'lsa chiqib ketishing mumkin. Mashhurbek. Nimalar tashlab o'tiribsizlar, ey? Dars qiziq bo'lmasa chiqinglar. Bugun shundoq ham oxirgi darsimiz. Shu maktabning barcha 4-sinfida nechta umumiy o'quvchi o'qiydi debdi. Demak, birinchi qizlar sonini topishim uchun mana bular hammasini nima qilishim kerak? Qo'shishim kerak. Qo'shadigan bo'lsam 22, 30 demak 36 ta plus keyingisi bu yoqni qarasanglar bu yerda 8 ta o'g'il bola bor. Mana bu ikkitadan 10 ta bor. A bilan C da bo'lgani uchun 10 ni 2 marta qo'shaman. Demak, yana 12 marta qo'shiladi mana plus 12 ni qo'shsak 20, 32, 40 ta bo'ladi. Demak, jami nechta bo'lar ekan? 76 ta o'quvchi bo'lar ekan sinfda. Tushunarli? Endi mana 10-chi ham xuddi shunga o'xshaydi. Buni o'zingizlar ishlab qo'yasizlar. 11-si. Quyidagi grafikda sotiladigan nonlar soni va sotishdan olinadigan umumiy pul miqdori orasidagi bog'liqlik ko'rsatilgan. So'roq o'rniga mos sonni toping deyapti. So'roq o'rniga mos sonni toping deyapti. Demak, 70 ta non sotilganida qancha foyda ko'rilar ekan? 280 ming. Demak, bu degani bitta nondan qancha foyda qilish mumkinligini topamiz. Shuning uchun 280 ni 70 ga bo'lamiz. Demak, qancha foyda qilar ekan? 4000 foyda qilar ekan, to'g'rimi? Endi 40 ta nondan shunda qancha foyda qiladi? So'roqqa to'g'ri kelsa, so'roqni topishimiz uchun 40 ni mana 4 ga ko'paytiramiz. Demak, 160 ming foyda qilar ekan agar 4 ta nondan. Endi sizlar buni xuddi shunaqa mana bu 12-misolni uyda bemalol ishlab qo'yasizlar. Biz esa 13-misolga o'tib ketamiz. 13-misolimizda nima deyapti? Agar do'kondan ko'proq miqdorda mahsulot sotib olsangiz, uning narxi nima bo'ladi? Shunga mos pasayib boradi. Quyidagi grafikda shu miqdor va unga mos narx ko'rsatilgan. Ya'ni agar siz seta tovar olsangiz, uni narxi qanchaga? 1 million so'm bo'ladi agar siz 5 ta mahsulot olsangiz. Endi 20 ta oladigan bo'lsangiz qanchaga kamaydi? 1 so'mga kamaydi, to'g'rimi? Endi shunda meni mahsulotim bittasi necha pulga kamayishini topishim uchun C dan men B ni ayirishim kerak-da, keyin nechiga bo'lishim kerak? Bu yerda 5 dan 20 ga o'tayotgani uchun 15 ta mahsulot kamayyapti mana. To'g'rimi? Bitta demak mana 15 ta mahsulot puliga nechtaga kamayyapti? C minus B so'mga kamayyapti. Endi keyingisiga qaraydigan bo'lsak, qaranglar. C dan prям A ga tushadigan bo'lsa, demak bizning pulimiz C minus A ga kamayyapti va qaranglar. 5 tadan 50 taga kelsa, endi 5 tadan 50 taga kelsa, demak mashinamiz 45 ta mashinada demak shuncha summaga kamayyapti, to'g'rimi? Baribir mashinaning narxi bir xilligicha ushlanishi kerak. Shunda C minus A degani bizada 54 taqsim mana 45. Bu ikkalasi teng bo'lishi kerak. E'tibor bersanglar mana bu 15 bilan mana bu 45 ga qisqartirsa bu yerda 3 bo'ladi. C minus B esa bizada nechaga teng bo'ladi? 18 ga teng bo'ladi. Demak, C minus B ni ayirmasini so'ragan ekan, 18 million so'm bo'ladi C minus B ni farqi. Endi xuddi shunaqa siz 14 ni ishlab qo'yasizlar. Endi biz nimani ishlaymiz? 15 ni ishlaymiz. 15-da nima deyapti? Qaranglar. Tajribada oshpazning ta'kidlashicha, shirinlikning ta'mi, mustahkamligi va
sifati yaxshi chiqishi uchun unga nima deyapti, qo'shiladigan un va shakar orasidagi bog'lanish quyidagi chiziqli grafikda ko'rsatilganidek bo'lishi kerak. Ya'ni 1 kilogramm shakarga 6 kilogramm nima solinishi kerak ekan? Un solinishi kerak ekan. 2 kilogramm shakarga necha kilogramm? 10 kilogramm. E'tibor bersanglar, mana bu yerda kilogrammlaringiz bittaga oshganida unni miqdori har gal 4 kilogrammga mana oshyapti. Mana ko'ryapsizlarmi? 4 kilogrammga oshyapti. Endi bizdan so'rayapti. Shunga ko'ra un va shakarning umumiy miqdori 37 kilogramm bo'lgan shirinlikda necha kilogramm shakar bor deyapti. Tushunyapsizlarmi? Umumiy miqdori demak 37 kilogramm. Endi bu yerdan agar bizda 5 kilogramm shakar deb tasavvur qilsak, unimiz miqdori 18 ga necha qo'shiladi? 22. Ya'ni 4 kilogrammga oshishi kerak va bizda umumiy miqdor 27 kilogramm bo'ladi, shunda to'g'rimi? Demak, bizga necha kilogramm bo'lishi kerak? 37. Agar shakarim 6 kilogramm bo'lsa, bu 26 bo'lishi kerak, to'g'rimi? 22 dan yana 4 kilogramm oshadi. Shunday qo'shadigan bo'lsak 32 kilogramm bo'lyapti mana. Demak, bu ham noto'g'ri. Bizga 37 bo'lishi kerak. Endi agar shakarim 7 kilogramm bo'lsa, unim esa 30 bo'ladida 37 kilogrammga to'g'ri keladi. Demak, bizda shakar necha kilogramm bo'lishi kerak ekan? 7 kilogramm bo'lishligi kerak ekan. Xo'p, qani mana shu 15 gacha tushunganlar bitta plyus qoldiringlarchi. Kim tushundi mana shu 15-misolgacha? Kim 15 gacha tushungan bo'lsa, plyus qoldiramiz. Plyus. Zo'r, молодцы. Demak, ko'pchilik mana tushunibdi. Endi 16-misol o'zlaringiz ishlaysizlar, 17 ni ko'rsataman. 17 da nima deyapti? Quyidagi birinchi grafikda qobiqli, ya'ni po'stlog'idan ajratilmagan bodom. Mana bu yerda tozalanmagan bodom va qobiqli bodom. Demak, 3 kilogramm qobiqli bodomdan tozalangan bodom necha kilogramm olinar ekan? 2 kilogramm olinar ekan. Tushunyapsizlar? 3 kilogramm tozalanmagan bodomdan 2 kilogramm tozalangan olinar ekan. Endi ishlab chiqarilgan tozalangan bodom, ya'ni 6 kilogramm tozalangan bodomdan qancha? 5 kilogramm yog' ishlab chiqarilar ekan. Shunda bizda shunga ko'ra 30 litr yog' olish uchun necha kilogramm qobiqli bodom kerak bo'ladi? Demak, 5 kilogramm yog'da bizga 6 kilogramm tozalangani kerakmi? 30 ni men 5 ga bo'ladigan bo'lsam, mana shunaqa holatdan demak 6 ta kerak ekan. Har 5 litrga bizada 6 kilogramm kerakmidi? Shuning uchun 6 ni 6 ga ko'paytirsam 36 kilogramm tozalangani kerak. Endi har 2 kilogramm tozalangan bodom 3 kilogramm tozalanmaganini oladimi? Shuning uchun 36 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, demak bizda bu 18 ga to'g'ri keladi. 18 ta guruh bo'ladi. Endi bitta guruhimizga 2 kilogramm tozalangan bodom olishimiz uchun 3 kilogramm tozalanmagani kerak. Shuning uchun 18 ni 3 ga ko'paytirsam 54 kilogramm tozalanmagan bodomdan biz 30 kilogramm nima olamiz? Yong'oq olamiz. 18-sini endi o'zlaringiz ishlaysizlar. Biz toqlarini ishlab ketaveramiz. Sizlar nima qilasizlar? Juftlarini ishlab ketaverasizlar bolalar. Keyingisi nima deyapti? Kurash musobaqasida ishtirok etayotgan 4 nafar sportchining vazni bir hafta davomida 2 marta o'lchanildi. Birinchi o'lchov nisbatan ikkinchi o'lchovning o'zgarishi quyidagi grafikda ko'rsatilgan. Grafikdan birinchi sportchi 2,5 kilogramm semirgan. Mana birinchi sportchi mana vazni 2,5 kilogramm semirgan va to'rtinchi sportchi 4 kilogramm ozganini ko'rish mumkin. Ya'ni -4 degani 4 kilogrammga kamaygan. Nechinchi sportchi? To'rtinchi sportchi. Ko'rish mumkin. Agar birinchi o'lchashda sportchilarning o'rtacha vazni 56 kilogramm bo'lsa, ikkinchi o'lchashda keyin ularning o'rtacha vaznini toping. Demak, 4 ta sportchini birinchi plus ikkinchi plus uchinchi plus to'rtinchi uchinchi plus mana to'rtinchi sportchilarning vazni necha kilogramm? Mana 56 kilogrammi? To'g'rimi? Ana endi birinchi sportchi qancha semirgan? Mana birinchi sportchiga qancha qo'shiladi? 2,5 kilogramm qo'shiladimi?
Hop, ikkinchi sportchi qancha semirgan? 1 kilogrammi, ikkinchi sportchiga ham yana 1 kilogramm qo'shiladi. Uchinchi sportchi nima qilyapti? Ozyapti. Qancha? 3,5 kilogramm ozyapti. Shuning uchun minus bo'ladi. To'rtinchi sportchi esa qancha ozyapti? 4 kilogramm ozyapti. Demak, umumiy holatda birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi sportchi bizlarda demak 56 kilogramm plus mana 2,5 plus 1 minus 3,5 minus 4. To'g'rimi? Biz o'rtachasini topishimiz uchun endi 4 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi shuni topib. Xo'sh, qo'shsak 58,5, 59,5, 58,5, 59,5, 56 va 52 kilogramm bo'lyapti ularni umumiy vazni. Demak, o'rtacha vazni ham qancha bo'ladi? To'xtanglar, bu yerda nima deyapti? Agar birinchi sportchi o'rtacha vazni shu bo'lsa, ikkinchi o'lchashdan keyin ularning o'rtacha vaznini toping. To'xtanglar, 56 ni nima qilishimiz kerak edi? 56 ni 4 ga ko'paytirishimiz kerak edi. Shunda ularni hammasini vazni kelib chiqardi. 200 ni qancha chiqardi? 200 ni 24 kilogramm bo'lardi. Endi mana bu yerda 56 dan ayirmasanglarda nechadan ayirardinglar? 224 dan ayirardinglar. 224 dan ayirsanglar shunda xo'sh, 3,5 ketdi. Demak, 220 kilogramm bo'lar ekan to'rttasini vazni. Endi 220 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, o'rtacha vazni 55 kilogrammdan bo'ladi. O'rtacha vazni deyapti-ku, tushundinglar? O'rtacha vazn bo'lganligi uchun to'rttasini vaznini topish uchun endi 56 ni 4 ga boy ko'paytirishimiz kerak edi. 19 ishladik, 20-chini o'zlaringiz ishlaysizlar. 21 ni men o'zim ishlab beraman. 21 da nima deyapti? Sardor va Erkin aylana shaklidagi yo'l bo'ylab bir nuqtadan o'zgarmas tezlikda harakat qilyapti. Ularning vaqt va bosib o'tgan masofalar orasidagi bog'liqlik quyidagi grafikda tasvirlangan. Agar aylana uzunligi 640 metr bo'lsa, ularning birinchi marta uchrashish vaqtini qabul qilish mumkin bo'lgan eng katta va eng kichik qiymatlari farqini toping. Sekundda deyapti. Demak, Sardor 8 sekundda qancha masofa bosib o'tadi? 160 mi? Shunda 1 sekundda qancha bosishini topishim uchun 160 ni 8 ga bo'laman. Demak, 20 metr bosib o'tadi, to'g'rimi? Endi bunisi-chi? Ikkinchisi Erkin qancha o'tadi? Bu Sardorniki edi. Erkinni topmoqchi bo'lsak, 120 ni 1 sekundda qancha bosishini topish uchun 120 ni 10 ga bo'lsak, demak 12 metr bosadi. Endi bular eng tez va eng sekin deyapti. Eng tez va eng sekin degani ikki xil holat bo'lishi mumkin. Ya'ni agar bular mana shu aylana bo'ylab harakatlanganda bir tomonga harakatlansa, bu ikkalasi bir vaqtda boshlaydi-yu. Ikkinchisi bunday aylanib kelish kerak edi, quvib yetish kerak bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun bularning tezliklarining farqi ayriladi. Ya'ni 20 minus 12 ko'paygan t bizada 640 metr masofa bo'lishi kerak. Bunda eng ko'pi 40 sekund vaqt kerak bo'lar ekan. 40 sekundda aylana bo'ylab harakatlanayotganligi uchun bir vaqtda boshlasa, ikkinchisi uni quvib izidan yetib oladi. Endi eng tez bo'lish uchun ikkalasi bir tomonga qarab, turli tomonga qarab harakatlanish. Mana bu yerdan boshlab bunisi bu yoqqa va o'rtada ular uchrashadi. Uning uchun tezliklar nima qiladi endi? Qo'shiladi-da. Vaqtni ko'paytirsa 640 chiqishi kerak. Ten topsak 20 sekund. Demak, eng ko'pi bilan 40 sekund, eng kamida 20 sekund. Farqni so'rayotganligi uchun 40 dan 20 ni ayirsak, demak eng kamida 20, farqimiz esa 20 sekundga teng bo'ladi. 21 ni ishladim. 22 ni o'zlaringiz ishlab qo'yasizlar shunda. 23-si. 23 ishlab beraman, qaranglar. A krandan 4 soatda 28 litr suv oqadi. A krandan, mana A kran demak 4 soatda 28 litr oqsa, 1 soatda qancha oqishini topsak 7 litr oqar ekan, to'g'rimi? Endi e'tibor bersanglar, mana bu 2 soatda ikkalasi A va B ishlab turganida 2 soat vaqt o'tgan mana, ya'ni 4 soatdan 6 soat bo'lgan, 28 dan 72 ga borgan. Demak, bu degani 44 litr suv oqqan degan. A va B ishlasa, necha soatda? 2 soatda 44 litr suv oqar ekan. Demak, A plus B'miz esa bizda 22 bo'ladi. Aynan A'miz 7 litr oqizgan bo'lsa, A'miz demak soatiga 15 litr suv oqqan hisoblanadi. Endi bizdan so'rayotgan narsa nima? B kranning o'zi bu idishni agar bo'sh idishning suv sig'imi 70 litr bo'lsa, u hozir
undan 10 litr suv bo'lsa, bu kranning o'zi bo'lishi qancha? Demak, soatiga 15 litr to'ldiradi, lekin 70 litrning 10 litr suvi bo'ladigan bo'lsa, 70 dan 10 dan ayirsak, demak 60 litr suv quyish kerak. 60 litrni 15 litrdan necha soatda to'ldiradi? 4 soatda to'ldiradi. Tushundinglar? Demak, 23. 24. O'zlari ishlab ko'rasizlar. 25 ni ishlab ko'rsataman, qaranglar. 25 ham xuddi shunga o'xshaydi. A va B jo'mrak hovuzini to'ldiradi. A va B to'ldirar ekan, C esa nima qilar ekan? Jo'mrak esa bo'shatadi. Bunda hovuz hajmi 360 litr, 360 litr ekan. Quyidagi grafikdan kelib chiqib, hajmi 120 litr bo'lgan idish uchala jo'mrak ochilganida qancha vaqtda o'tib to'ladi deb. Demak, birinchisini qarasanglar, faqat B ni o'zi ishlayapti, to'g'rimi? B ni o'zi ishlagan vaqtda B jo'mragimiz, demak 18 uchar bo'lsak, soatiga 6 litr suv quyar ekan. E'tibor bersanglar, keyin B ishlamaganda B va C ishlagan, B va C ishlagani uchun B dan C ni qanchasidir minus bo'lib turgan. Ya'ni bitta kamaygan inobatga oladigan bo'lsak, demak C kattaroq bo'lgan. C minus B 2 soatda qanchaga tushib qolgan? 10 ga tushib qolgan. Ya'ni qancha suv yo'qotgan? Necha soatda? 2 soatda qancha suv yo'qotgan? 8 litr suv yo'qotgan. Chunki 18 dan 10 ga tushib qolgan. Endi C minus B ni topsak 4 litr, B ni o'zi 6 litr bo'lsa, C'miz demak soatiga 10 litr suv olib tashlab turgan. Endi e'tibor bersanglar, mana bu yerda A ni o'zi ishlayapti, to'g'rimi? A ni o'zi ishlayotgan bo'lsa, 10 dan nechiga olib chiqqan? 10 dan. E'tibor bersanglar, 10 dan 50 ga olib chiqqan. Ya'ni 40 litr raznica bor. Necha soatda desa, e'tibor bersanglar, mana bu yerdan necha soatda olib tushgan bu yoqqa? 15 ga 50 dan 15 soat bo'lganda olib tushgan. Agar soatiga 10 litrdan kerak bo'lsa, bizga 5 soat vaqt kerak. Demak, bu mana bu narsani topsak, mana bu oradagi farq 5 soat bo'lishligi uchun mana bu 10 ga to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Demak, A ham 5 soatda 40 litr suv quygan. 5 soatda 40 litr suv quyadigan bo'lsa, A'mizni 1 soatdagisi 40 ni 5 ga bo'lsak, mana 8 litr suv haydar ekan. Endi A bilan B quyadigan bo'lsa, 6 plus 8 minus C'miz esa 10 minus 10. Ko'paygan x vaqt, demak 120 litrni to'ldirish kerak. Demak, 4 ko'paygan x demak 120, x demak 30 soat vaqt kerak bo'lar ekan. 25-chi juda ham ajoyib misol ekan. 26 ham xuddi shunga o'xshaydi. 26 ni o'zlaringiz harakat qilib ko'rasizlar. 26 ni o'zlaringiz harakat qilib ko'rasizlar. Endi jadvallar deyapti. Jadvallar bu nima desa, o'sha jadvallardagi ma'lumotlardan foydalanib savollarga biz javob berib ketishimiz kerak bo'ladi, demak. Nechta bunda? Jadvaldagi savollardan foydalanib, demak biz javob berib ketishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, demak, ketdik. Nechta savol bor ekan jadvallarda? 20 ta. Demak, ketdik. Jadvallarda qanday bo'ladi? Birinchisi nima deyapti? Quyidagi jadvalda bahor faslida maktabning 6-sinf o'quvchilari tomonidan ekilgan ko'chatlar soni ko'rsatilgan. Demak, sinf 6A sinf oy, demak mart oyida nechta? 13 ta, aprel oyida 11 ta, may oyida 15 ta nima ekibdi? Ko'chat ekkan. Endi yozyapti bizlardan. 6A sinf o'quvchilari qaysi oyda eng ko'p ko'chat ekkan? 6A sinf qaysi oyda eng ko'p ko'chat ekkan? Qaranglar, mana 15 ta ekkan. Qaysi oyda? May oyida. Demak, javob may. Keyingisi 6C sinf o'quvchilari bahor faslida jami nechta ko'chat ekkan? 6C demak mart oyida ekmagan, aprelda 18 ta, mayda 25 ta. Shuning uchun 18 ga qo'shamiz 25 ni. 30 demak nechta ekadi? 43 ta ko'chat ekadi. Qaysi oyda eng ko'p ko'chat ekilgan desa, demak mart oyida qarasanglar 33 ta, aprel oyida mana 11 11 22 30 40 ta, may oyida esa qo'shsanglar 30 40 57 ta. Demak, qaysi oyda eng ko'p ekilgan? May oyida. Demak, nechta ekiladi? 57 ta.
Keyin qaysi sinf o'quvchilari eng kam ko'chat ekkan? Qaysi o'quvchilar eng kam ekkan demak. 6 A sinf nechta ekkan jami hisoblasanglar 24, 39 ta. 6 B sinf esa 28, 48 ta. C sinf esa 30, 43 ta. Demak bizda 6 A sinf eng kam ko'chat ekkan. Ikkinchisini endi o'zlaringiz ishlaysizlar. Uchinchisi, quyidagi jadvalda bir nechta bolalarning yakuniy imtihon ballari ko'rsatilgan. Xo'p, Anvar, Murod, Marjona, Iroda, Mariya va Fotimaniki. Agar bolalarning imtihonda ko'rsatgan natijalarining o'rtajasi arifmetik 79 bo'lsa, Fotimaning natijasi necha ball? Fotimanikini x desak, demak hammasini qo'shib tursakda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ga bo'ladigan bo'lsa 79 chiqishi kerak ekan. Demak, bolalarning ballarini yig'indisini topishimiz uchun o'rta arifmetikdan foydalanib 79 6 ga nima qilishimiz kerak? Ko'paytirishimiz kerak. 474 ball yig'ishgan, demak shunda общий. Hammasini qo'shib chiqishimiz kerak endi. 72 ga buni qo'shsam 152 plus 86 ga 68 qo'shsam 140, 100 mana 54 plus 88. Mana buni qo'shsa 230, 240. 240 ga mana buni qo'shsak, demak 394 plus Fotimani balli x 474 chiqishi kerak. X topadigan bo'lsak 80 ball olgan ekan Fotima, demak 80 ball olgan. Endi sizlar xuddi shundan foydalanib 4-sini nima qilib qo'yasiz, o'zingiz ishlab qo'yasizlar. 5-sini ishlaymiz. Nodir haftaning turli kunlarida sahna stand-upga borishni yoqtiradi. Quyidagi jadvalda sahna stand-upda hafta davomida qanday ko'rsatuvlar bo'lishi haqida ma'lumotlar berilgan. Agar Nodir konsertga va tungi qahramonga borishni yoqtirmasa, u bir haftada ko'pi bilan necha marta sahna stand-upga borishi mumkin? Xo'p, qaranglar, IQ show dushanba va juma bo'lar ekan. Stand-up dushanba, payshanba, yakshanba bo'lar ekan. Tungi qahramon juma va shanba. Juma va shanba bormasligi aniq, chunki tungi qahramonga bormas ekan. Yana nima bo'ldi? Seshanba bo'lar ekan va konsert seshanba bormaydi, chorshanba bormaydi, shanba bormaydi. Xo'p, qaranglar. Dushanba boradi, seshanba bormaydi, chorshanba bormaydi, payshanba boradi, juma bormaydi, shanba bormaydi. Demak, yakshanba boradi. Demak, necha kun borar ekan jami? 3 kun borar ekan. Chunki tungi qahramon va konsert bo'ladigan kunlari o'sha stand-up ko'rsatuvga bormaydi. Shunda dushanba, payshanba, yakshanbaga to'g'ri kelyapti. Demak, bizada 3 kun stand-upga borar ekan hafta davomida. 6-ni o'zlaringiz ishlab qo'yasizlar. 7. Jamshid uchxonali maydonni 80 metr kvadratdan kam bo'lmagan ko'p qavatli binoning 2 yoki 3 qavatidan uchxonali uy sotib olmoqchi. Demak, qavatlar soni 2 yoki nima bo'lishi kerak ekan? 3 bo'lishi kerak ekan. 2 yoki 3. 80 dan kam bo'lmagan. Demak, yuza nima bo'lishi kerak? Yuzasi 80 dan katta bo'lishi kerak ekan. Yuzasi 80 dan katta yoki 80 ga ham teng bo'lishi kerak. Agar uy yaxshi ta'mirlanmagan bo'lsa, qo'shimcha 5000 xarajat qilishi kerak. Qo'shimcha 5000 xarajat qilishi kerak bo'ladi. Uning 75000 dollar puli bor. Quyidagi jadvalda u tanlashi mumkin bo'lgan uylar haqida ma'lumot keltirilgan. Jamshid qaysi uyni tanlasa ko'proq pul tejaydi, deyapti. Uylar demak 6 ta varianti bor. Qavati 3. Qaranglar, 4-qavat bo'lsa bizga kerak emas. To'g'rimi? Mana bu ikkinchisini mana polni chiqarib tashlasam ham bo'ladi. Endi 2 yoki 3-qavatli uy olmoqchi. Demak, birinchi qavati 3 ekan, maydoni 60. Maydon 60 bo'lganligi uchun mana bu ham ketdi, mana bizga kerak emas. Maydoni 75 bo'lgani uchun mana bu variantda mana ketdi, o'rtadagi, mana bu variantda. Faqat bizda maydoni 88 qoldi.
sakkiz qolgan bo'lsa, 82 qoldi va 80 qoldi. Endi aytyapti, agar biza eng oxirgi uyni olsak 80likni, remont yaxshi ekan, demak, remont uchun pul xarajat qilmaydi, 70 mingni o'ziga oladi. Demak, bizada bir holatda 5 ming dollar pul tejaydi. Keyingisi 82 bo'lsa, yaxshi emas deyapti. Yaxshi emas bo'lsa, to'xtanglar, 3 xonali degani, e'tibor bersang, xonalar soni bunda ham 3, bunda ham 3, bunda ham bo'ldi. Demak, yaxshi emas desa, qaranglar, 57 ming bo'lsa, 57 mingga 5 ming qo'ysanglar 62 ming bo'ladi. Qancha pul tejaydi shunda? 13 ming pul tejar ekan. Xo'p, keyingisi bunisi yaxshi bo'lsa, 65 ming bo'ladigan bo'lsa, 10 ming pul tejar ekan, ha? 75 ming pulidan bundan 13 ming tejaydi. Bizda eng ko'pi bilan qancha tejaydi? Jamshid qaysisida uyni tanlasa eng ko'p pul tejaydi. Demak, Jamshid mana bu 5-holatdagi uyni tanlasa, eng ko'p pul tejaydi, ya'ni 13 ming pul tejaydi. Tushundinglar? Tushunarlimi? Tushunganlar bitta plus qo'yinglar. 8-ni o'zingiz ishlaysiz endi. Tushunganlar plus. Quyidagi jadvalda bir hafta mobaynida Alisher Navoiy kinosaroyida namoyish etilayotgan kinolarga sotilgan chiptalar narxi va soni haqida ma'lumot keltirilgan. Suyunchi 18 ming, chiptalar soni 400 ta. Novda 15 ming, chiptalar soni 450. Vatan 20 ming so'm, 400 ta chipta. Osmondagi bolalar 18 ming, chiptalar soni 510 ta. Kinoteatr qaysi kinoda eng kam daromad olgan desa, endi siz bularni hisoblab chiqishinglar kerak. 18 bo'lsa, bu 72 dan keyin 5 ta 0, 7 million 200 ming bo'lishi kerak. Bunisi ko'paytirsanglar 450 ga, pastdagisi 8 million olgan foyda. Bunisi 67,5, 6 million 750 ming foyda olgan. Keyingisi 18 ko'paytirsak, osmondagi bolalardan ko'p oldi. Demak, eng kam daromad qaysi kinodan olibdi? Novda. Novdadan, demak, eng kam daromad olgan Novda. Keyingisi kinoteatr bir haftadagi daromadini hisoblang. Bir haftadagi daromadini hisoblang desa, endi hammasini nima qilish kerak? Qo'shib chiqish kerak mana bularni. Demak, 18 ko'paytirsa 90, 1 ko'paytirsa 10 ko'paytirsak 18. 9 million bo'ladi. 10 ko'paytirsak 9 million 180 ming bo'lsa, hammasini qo'shishinglar kerak bo'ladi bolalar. Mana 15 million 200, 15 million 200 ga buni qo'shsak necha bo'ldi? 0, 3, 9, 15 million 930 mingga 15 million 200 ni qo'shamiz. Qo'shsak 0, 3, 1, 31 million 130 ming nima qilar ekan? Foyda qilar ekan bolalar bir haftada. 9. 10-ni o'zlaringiz endi xuddi shunaqa ma'lumotlardan foydalanib ishlaysizlar. 11. Davron hovlisining devorlarini bo'yamoqchi. Buning uchun unga eng kamida 32 kilogramm bo'yoq kerak bo'ladi. U olmoqchi bo'lgan bo'yoqlarni turli xil og'irlikdagi idishlarda sotiladi. Ularning narxi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan. Og'irligi 1 kilogramm bo'lsa 7 ming. 5 kilogramm bo'lsa 25 ming. 8 kilogramm bo'lsa 30 ming. 15 kilogramm bo'lsa 50 ming. 20 kilogramm bo'lsa 60 ming olinadi. Davron xohishi amalga oshirish uchun ko'proq qanday eng arzon narxda sotib olishga? Xo'p, qaranglar. 20 litr oladi, 20 litr uchun 60 ming to'laydi mana, bo'ldi. Endi yana necha litr? 12 litr. 12 litr olishligi uchun endi qaranglar. Bizda qanaqa variant bor? 15 litrlik variant bor. 15 litr olsak, to'g'ri 35 litr bo'ladi. Lekin pulimiz bizada 50 ming bo'ladigan bo'lsa, qancha? 110 mingga
tushadi demak. Eng ko'pi bilan qanchaga? 110 mingga tushadi. Endi agar 15 olsa nima bo'lardi desanglar, 15 olsa 50 mingdan 100 ming bo'lardi, lekin yana 2 litr olish kerakmi? 2 litr olsa yo 1 litrdan olsa 7 litrdan 114 ming bo'ladi. Agar 5 litr olish kerak bo'lsa 125 ming bo'ladi. Demak, bizda eng arzon narxda sotib olishi mumkin. Demak, 110 ming so'mga sotib olishi mumkin. Demak, 12-ni o'zlaringiz ishlab qo'yasizlar. 13. Abdulaziz Navoiyda Xorazmga samolyotda bormoqchi. Quyidagi jadvalda Aviauz kompaniyasining chipta narxi va qancha miqdorda yuk olib ketish mumkinligi ko'rsatilgan. Me'yordan ortiq har 1 kilogramm yuk uchun qo'shimcha 40 ming so'm to'lov qilinadi. Abdulazizning yuki 19 kilogramm va u chiptani biznes turidan xarid qilgan. Agar u chiptani ekonom turdan xarid qilganida edi, qancha pul tejab qolar edi? Chiptaning narxi demak 960, to'g'rimi? 960 ming bo'lsa, endi qancha yuk ekan? 15 kilogramm yuk ekan, to'g'rimi? 15 kilogramm yuk bo'lsa, 4 kilogramm ortiqcha yuk olyapti. Demak, yana 160 ming pul to'laydi, to'g'rimi? Shunda bu 1.120 ming so'm pul to'laydi. 1.120 ming. Agar ekonom klassdan olganda nima bo'lardi desanglar, 720 ming chiptani narxi plus endi 10 kilogramm yukmi? U har bir 9 kilogramm yuk uchun 40 mingdan to'lasa 360 ming to'lardi. 360 ming. Endi qo'shadigan bo'lsanglar, demak 1.80 ming so'm pul to'lardi. Shunda raziyasini qarasak, nima bo'lyapti? 40 ming so'm pul tejab qolgan bo'lar ekan. 13-chi misol ishladik. 14 o'zlaringiz hissizlar. Xo'p, 15. Quyidagi jadvalda A, B, C, D, E avtomobillarining ma'lum bir masofaga yura olish uchun zarur bo'lgan benzin miqdori ko'rsatilgan. Qaysi avtomobilning benzin samaradorligi eng kam debdi. Xo'p, 90 litr uchun qancha yuradi bu? 6 kilometr yuradi, to'g'rimi? Bu 807 kilometr yuradi. Bunisi esa примерно 9 dan baland yuradi. Bunisi 8 dan baland turadi. Bunisi esa 9 yuradi. Bizdan so'rayapti. Eng kam yuradigani, demak, qaysi mashina ekan? A mashina, demak, eng kam yuragan. Chunki o'rtacha kilometriga 6 kilometr yuradi. 16ni endi o'zlaringiz ishlab qo'yasizlar. 17ni ko'rsataman. Xo'p, quyidagi jadvalda maktabda 6-sinf o'rtasida o'tkazilgan futbol musobaqasi natijalari keltirilgan. Har bir g'alabaga 3 ochko, durangga 1 ochko, mag'lubiyat uchun esa 0 ochko bilan baholanadi. Jadvalda ko'rinib turibdiki, 6D sinf birinchi o'yinni maqbda 4-0 hisobda yutgan, ikkinchi o'yinni 4-5 hisobda yutqazgan va uchinchi o'yinni 2-1 hisobda yutgan. Endi savol: musobaqa yakuniga ko'ra qaysi jamoa birinchi o'rinni egallagan? Xo'p, D guruh qancha ochko olgan? 6 ochko olgan. C guruh qancha ochko olgan? 2 ta yutqizgan, 1 ta yutgan, demak 3 ochko olgan. B guruh durang uchun 1 ochko beriladi, 1 ta yutgan, 1 ta 2 ta yutgan. 6 7 ochko olgan. A esa 2 ta yutqizgan, 1 ta durang o'ynagan, 1 ochko olgan. Demak, musobaqa chempioni 6-chi B sinf bo'lgan. Tushunyapsizlar-a? Musobaqa yakuniga ko'ra qaysi jamoalar eng ko'p sonda gol urgan debdi. Eng ko'p sonda gol urgan bo'lsa, qaranglar, 6-D sinf 4 2 ta 10 ta gol urgan. 6-C sinf nechta? 3 1 1, demak 5 ta gol urgan. Bular esa 8 ta 10 ta gol urgan. Tepadagilar esa nechta urgan? 3 ta gol urgan. Demak, bizlarda B va D sinflar eng ko'p gol urgan. B va D. Musobaqa yakuniga ko'ra qaysi jamoa eng ko'p sonda gol o'tkazib yuborgan desa, D guruh nechta o'tkazib yuborgan? D 6 ta o'tkazgan. C 1 3 4 6 ta o'tkazgan. B esa nechta o'tkazgan? 7 ta o'tkazgan. A guruhi esa 2 3 4 7 9 ta o'tkazgan. Demak, bizdan so'rayapti, eng ko'p sonda gol o'tkazib yuborgan desa, 6-chi A sinf eng ko'p sondagi golni o'tkazgan. 17-chi demak shunaqa ishlanadi. Qani tushunyapsizlarmi?
Bitta plyus qoldiringlarchi, 18ni o'zingiz ishlaysizlar. Endi 19ni ko'rib chiqamiz. Tushunganlar plyus. Yaxshi. Keyingisi 19da nima deyapti? Qaranglar. Quyidagi jadvalda bir nechta bolaning 3-chorakdagi fanlardan olgan ballari berilgan. Ustoz u o'quvchilarning ism va familiyalari bo'yicha umumiy ballarni hisoblab jadvalga kiritdi. Ammo qaysidir kategoridagi sonni xato kiritdi. Xato kiritilgan sonni aniqlang. Xo'sh, matematikadan qo'shadigan bo'lsak, 36ga buni 76, 76ga 78, 154 bu to'g'ri kiritilgan. Bunisi 62, 62ga bu 90, 100. Mana уже ingliz tili, mana bu ustundan demak xato kiritilgan aniq. Endi bunaqasini ko'rishimiz kerak. Qaysi son xato kiritilgan qo'shish uchun. 36 ga 34. Demak, mana bu qator to'g'ri kiritilgan. 70 mana bu demak xato kiritilgan. Nima uchun desanglar, 40 30 qo'shsanglar 70 35 qo'shsanglar 105 chiqishi kerak. Lekin bu 30 deyapti. Demak, xato kiritilgan mana shu 30. Tushundinglar? Demak, 20-chini endi o'zingiz ishlab qo'yasizlar. Shu bilan jadvallar mavzusi ham tamom. Endi qaranglar, oxirgisi bizada diagrammalar mavzusi. Diagrammalar mavzusini ko'rib chiqamiz. Shu bilan yakun yasaymiz. Xo'p, diagramma bu 3 xil diagramma bor bizlarda, bolalar 3 xil. Birinchisi mana doiraviy diagramma. Aynan mana ingliz tili, matematika aytyapti 30% ni demak nima tashkil qilyapti? Matematika 70% esa ingliz tili tashkil qilyapti. Shunda quyidagi diagramma 20 ta o'quvchi necha foiz matematika va necha foiz ingliz tili fanini yoqtirishi haqida ma'lumot ko'rsatilgan. Nechta o'quvchi matematika va nechta o'quvchi ingliz tilida yoqtiradi? Demak, mana bu 20 ta o'quvchining 30% bo'lgani uchun 20 ni 30 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Demak, nechta o'quvchisi bo'lar ekan? 6 ta o'quvchi matematika. Mana bu yerda 6 ta o'quvchi to'g'ri kelar ekan. Qolgani 14 ta o'quvchi esa ingliz tiliga to'g'ri kelar ekan. Bizda har biridan nechtadan deyapti. Demak, 6 ta matematika, 14 ta ingliz tiliga to'g'ri kelar ekan. Endi mana bu ikkinchini o'zlaringiz nima qilib qo'yasiz? Ishlab qo'yasizlar. Uchinchisi, quyidagi diagrammada 5-A sinfning 30 nafar o'quvchilar chorak yakunida matematika fanidan qanday baho olgani haqida ma'lumotlar berilgan. Endi mana bu x foiz deyapti-ku, общийsi 100% bo'lishi kerak. Demak, mana bu x'imiz bizada 30 40 bo'lsa, mana bu ham 30%ligi mana kelib chiqadi. Chunki 30 ga 40 70, 70 ga 30 100 bo'lishi kerak. Endi ko'klar 5 baho olgan. Sinfda o'quvchilar necha foiz? 4 baho. 4 baho yashilmi? Yashilimiz ham 30% bo'lgani uchun 30 karra 30 taqsim 100 bo'lsa, demak 9 ta bola to'g'ri baho olgan. Ketdi. 5 baho bilan chorak yakunlagan. Nechta baho? 5. Bola 5 desa 40 ni 30 ga ko'paytirib 100 ga bo'lishim kerak. Shunda bu 12 ta bola bo'ladi. 3 baho olganlar 30% mi? 30 ni demak 30 ga ko'paytirib 100 ga bo'ladigan bo'lsak, yana 9 ta chiqadi. Demak, 3 baho olganlar ham 9 ta, 4 baho olganlar 9 ta, 5 baho olganlar 12 ta. 5 baho olgan o'quvchilar soni 4 baho olgan o'quvchilar soni qancha ko'p deyapti. 4 baho 12 minus 9 demak 3 taga nimada ko'p bo'lar ekan. 4-sini endi o'zlaringiz ishlab qo'yasizlar. 5-si quyidagi diagrammada 160 ta bolaning qanday mevani yoqtirishi taqsimoti berilgan. Xo'sh, endi bizdan so'rayapti, nechta bola olmani yoqtiradi? Olma qaysi rangda? Sariqmi? Nega sariq 2 marta bergan? Qaysi bir sariq endi? Olma demak mana bu qaranglar, mana bu ketma-ketlik bo'yicha ketamiz desak, ko'kdan bu yoqqa qarab yurgan, demak olma eng oxirida mana 25% olmaga to'g'ri keladi. 160 ni 25 ga ko'paytirib 100 ga bo'lishimiz kerak eslaringizda. Demak, nechta bola? 40 ta bola olmani yaxshi ko'radi. Tushunyapsizlar-a? Keyingisi, qaysi mevalar teng miqdordagi bolalar yoqtiradi? E'tibor bersanglar, 10%, bunda ham 10%. Yashil banan bilan uzum. Demak, banan va uzum.
Keyingisi, e, uzumni yoqtiradigan bolalar soni olma yoqtiradigan bolalar sonidan nechta kam? Uzumni yoqtiradiganlar demak 10%midi? 160 ni endi 10 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak 16 ta uzum yoqtiradigan bola. Olma yoqtiradiganlar 40 ta bo'lsa 40 dan 16 ni ayirib tashlasak demak 24 ta bola bo'lar ekan. Oltinchini o'zlaringiz ishlab qo'yasizlar endi. E, Yettinchida yettinchida qaraymiz nima deyapti. Quyidagi doiraviy diagrammada 720 ta o'quvchining qanday sport turlariga qiziqishi haqida ma'lumot berilgan. Bunda basketbol va suzishni yoqtiradigan o'quvchilar soni teng. Demak, mana bu 90 gradus bo'lsa, o'zi aylanadigan 360 gradus, to'g'rimi? 90 bo'lsa 90 45. Endi mana bu ikkalasi nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Xo'p, bizdan so'rayapti, nechta o'quvchi suzishni yoqtiradi? Suzish demak bizlarda mana bu nima? Fioletoviy, ha? Nechta o'quvchi futbolni yoqtiradi? Futbol esa sariq. Sariq degan 90 gradus. Demak, mana bu общий doiramizda 360 mi? 90 uni 4 dan 1 qismi, ya'ni 90 taqsim 360 desak, 4 dan 1 qismiga kim? Futbol javob berar ekan. 720 ta bolani 4 dan 1 qismini topadigan bo'lsak, demak 180 ta bola futbol. Demak, 180 ta bola 180 ta. Ya'ni biz buni topib qo'ydik. Endi nechta bola suzishni yoqtiradi desa, qaranglar. Mana bu 45 gradus degan 90 yarmi. 180 plus 90 qo'shamiz, chunki 45 90 yarim bo'lgani uchun 90 ta bola tennis yoqtiradi, 270 bo'ladi, to'g'rimi? Endi mana bu yerda ko'k bilan fioletoviy teng. Shuning uchun men nima qilaman? 720 dan 270 ni ayirib 2 ga bo'lishim kerak bo'ladi. Demak, bu 450 bo'ladi. 450 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, suzishni 225 ta bola yoqtiradi. Nechta bola ekan? 225 ta. Tushundinglarmi? 225 ta bola demak bizda suzishni yoqtiradi. 7-si, 8-da endi o'zlari ishlab ko'rasizlar, lekin bu yerda nimagadir nima berilmabdi. Mana bu ham 90 menimcha tushib qolgan, по-моему bu. Lekin pastda ular o'rtasidagi munosabatni bergan ekan, mana ona tili va ingliz tili o'quvchilarning birgalikdagi soni, matematika o'quvchilari soni 3 marta kam. Mana birgalikda x ta bo'lsa, mana bu 3x ta ekan. Tushundinglarmi? Shunda 4x ta bola jami o'quvchilar soniga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Diagrammaga ko'ra qaysilari to'g'ri deyapti. Endi mana bu e'tibor berayotgan bo'lsanglar, o'tmas burchak hosil bo'ladi, to'g'rimi? Lekin buni 3 ta o'tmasi nechidan katta bo'lib ketadi? Mana bu 90 dan ham katta. Qaranglar, 8-ni o'zim ishlab ko'rsataman. Birinchi guruhda eng ko'p o'quvchilar matematika fan o'qituvchilari. Fan o'qituvchilarda to'g'ri bu. Chunki ko'k bizada eng ko'p sohani egallaydi. Ingliz tili o'qituvchilari soni matematika fan o'qituvchilari sonidan 3 marta kam. Buni lekin menimcha aytib bo'lmaydi 3 marta kamligini. Mana 3 martadan ko'proq kamlik. Ona tili o'qituvchilari soni ingliz tili o'qituvchilari soniga teng. Ona tili o'qituvchilari soni ingliz tili o'qituvchilari soniga teng. Bu ham noto'g'ri fikr. Ona tili va ingliz tili o'qituvchilarining birgalikdagi soni matematika o'qituvchilari sonidan 3 marta kam debdi. Bu ham menimcha noto'g'ri. Guruhdagi eng kam o'qituvchilar ingliz tili fan o'qituvchilari. Demak, bizda mana bu D ni aytib bo'lmaydi, B ni ham aytib bo'lmaydi, shuning uchun xato deb olamiz. Demak, bizda faqat to'g'risi A bilan Y ekan. Tushunyapsizlar-a? Ikkitasi to'g'ri ekan. Endi xuddi shunaqa bizda mana ustunli diagramma beryapti. Endi shu ustunli diagrammadan foydalanib ishlashimiz kerak. Quyidagi histogrammani doiraviy diagrammaga joylashtiring deyapti. Xo'p, bizada fioletoviy ko'proq bo'lishi kerak, yashil eng ko'p bo'lishi kerak. Hozir qaranglar. Yashilimiz tak fioletoviy 5 ta 5 ta plus bu 7,5 plus bunisi esa 2,5. Jami bizada 15 bo'ladigan bo'lsa,
15 ni 3dan 1 qismini nima tashkil qilish kerak ekan? Ro'zviy tashkil qilish kerak ekan. 3ta bo'lakka bo'linganda 3dan 1 qismi o'sha bo'lishi kerak. Demak, bizlarda A javob to'g'ri kelyapti. E'tibor bersanglar, ro'zviy qismimiz mana 3ta bo'lakka bo'linganda teng tengroq примерно chiqadi, mana bunday. Shuning uchun bizda A javob juda yaqin kelyapti. Chunki mana bular 3tadan ko'p. Tushundinglarmi? Javob A bo'ladi. Endi xuddi shunaqa siz 10 ni ishlab qo'yasizlar. Endi 11-sini qaraymiz. 7-sinf o'quvchilari olgan baholar aks ettirilgan jadval quyidagicha berilgan. Qaysi javobda doiraviy diagramma jadvaldagi ma'lumotlarga to'g'ri taqsimlangan? 3 baholar deganlar 12 ta, jami o'quvchilar soni 10, 25 tami? Endi qaranglar. 25 tadan bo'lakka ikkitasi 3 bahoga. To'g'rimi? 25 dan 15 4 baho. 25 dan 15 degani 5 ta bo'lakka bo'ladigan bo'lsang, 5 ta bo'lakdan 3 tasi degani. Tushunyapsizlarmi? 5 ta bo'lakdan 3 tasi 4 baho. Necha gradus? 5 tadan 3 ta deganda, demak, примерно 216 gradusga to'g'ri kelyapti. 216 180 dan katta. Mana bu bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi. Bu bo'lmasligi aniq. Faqat bizda qaysi javob bo'lyapti yana? A javob. Nima uchun A javob olyapman? Chunki 216 gradus bo'lishligi uchun mana bunday bo'lsa bu 180 bo'ladi. Mana bu yerda endi 36 gradusi bor bo'ldi. Shuning uchun javob nimaga to'g'ri kelar ekan? A javobga to'g'ri kelar ekan. Mana buni 360 gradus deb o'quvchilarni qismiga o'tkazyapmanda baholar mana 25 dan 2, 5 dan 3 va 25 dan 8 deb keyin ularni примерно necha gradusga to'g'ri kelishini topyapman. Shuning uchun A javob bo'ldi. Endi 12-ni o'zingiz ishlaysiz. 13-ni qaraymiz. 13-da nima deyapti? 100 ta o'quvchidan yosh iqtidor egalari uchun kitoblarning orasida qaysi ko'proq yoqishi haqida so'rovnoma o'tkazildi. Quyidagi jadvalda so'rovnoma natijasi ko'rish mumkin. Demak, so'rovnoma natijasiga ko'ra 46, 22, 22, 44, 80, 90, 100 ta nimada o'quvchi bor. Endi shuni 100 dan 10 dan 1 qismi muammoni hal qilish. Test kitobi 100 dan 22, 100 dan 46 misol uchun. Ya'ni 100 dan 22, 100 dan 22 tanqidiy fikrlash bilan test kitobi aynan bir xil o'lchamga ega bo'lishi kerak. Bizda bir xil o'lchamga ega bo'lgan. Mana bu e'tibor bersanglar yarmidan katta, to'g'rimi? Mana bu yarmidan katta e'tibor bersanglar. Bu kerak emas. Mana bu A javob ham kerak emas, C javob ham kerak emas. Bizda yarmidan katta bo'lyapti, mana bu qizil. Ya'ni eng ko'pi bizlarda matematika bo'lsa, o'sha matematika A bilan C da qizil bo'la olmaydi. Endi bo'lishi mumkin bizlarda demak D yoki da B. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yarmidan juda kam. E'tibor beryapsam juda kam. Bizada lekin o'zi 46 ta arzimagangina bo'lishi kerak. Shuning uchun bizada javob nima bo'ladi? Odatda B ga to'g'ri keladi. Endi 14-ni o'zlaringiz ishlaysizlar. Shunda 15-chi 15-da nima deyapti? IDC matematika olimpiadasida 4 ta o'quvchilar ishtirok etdi. Jadvalda ularning natijalarini ko'rish mumkin. Sardor o'quvchilarning natijalarini doiraviy diagramma ko'rinishida ham tasvirladi va rasmdagi diagrammani hosil qildi. Agar u diagrammani bir kishining natijasini kiritishni unutgan bo'lsa, kimning natijasini kiritmagan? Bir kishining natijasini unutgan bo'lsa, deyapti. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda qizil qismi ikkita o'quvchini natijasidan ham nima bo'lyapti? Katta bo'lib ketyapti, to'g'rimi? Demak, e'tibor bersangiz, Nodir 100 ball olgan, Asilbek 50, Hoshim 45. Qo'shadigan bo'lsangiz 95 bo'ladida. Mana bu 100 katta bo'lib qoladi. Shuning uchun kimni natijasini kiritmagan bo'lar ekan? Sardorni natijasini nima qilmagan? Kiritmagan. Hoshimnikini kiritgan. Hoshim bilan Asadbekniki qaranglar, yarmidan kam bo'lib qolyapti-ku. 50% dan kam bo'lib qolyapti. Nodirniki 100%. Agar Nodir bilan Hoshimniki, agar Asad bilan Sardor olganda yarmidan ko'proq joy egallash kerak ikkalasiniki. Lekin mana bu sariq bilan yashil qarasanglar, yarmidan kamroq joy egallagan. Shuning uchun Asad bilan Hoshimnikini qarasanglar, Nodirdan kam. Shunda Sardorni kiritmagan bo'ladi.
16ni o'zlaringiz ishlaysizlar. Endi 17ni ko'ramiz va oxirgi misolimiz ekan 17. Xo'p, quyida berilgan jadvalning qaysidir ustunidagi ma'lumotlar doiraviy diagrammaga kiritilmagan? Qaysi turdagi taomning narxi diagrammaga kiritilmagan? E'tibor bersanglar, bitta taom juda ko'p. Demak, mana bu 100 ni e'tibor bersanglar, bizda 300 deb oladigan bo'lsak, o'sha sariq taomni 300 deb olsak, qolgani mana sariq bizada demak 3 ta bo'lakka bo'linsa примерно nimaga teng bo'lishi? Osh. Qolgan mana 100 demak nima bor? Yashilga примерно yaqin. Demak, qaysi kiritilmagan bo'lar ekan, bolalar? Qozon kabob desanglar, nima uchun? Hozir mana buni o'tkazadigan bo'lsak, mana uchalasini yig'indisi mana bundan ozgincha kam bo'lishi, ko'proq bo'lishi kerak ekan. Qo'shsanglar uchalasini. Demak, tandir kiritilmagan. Sababi mana buni 100 deb oladigan bo'lsanglar, e'tibor bersanglar, mana 50 plus 10 plus 20, to'g'rimi? Bu 100 dan 100 bulardan ozgincha, ya'ni 80 ga 100 bo'ladigan bo'lsa, ozginchaga ko'p. Agar 300 ni oladigan bo'lsak, 300 juda katta razlitsa qilish kerak edi. Shuning uchun bizda qaysi kiritilmagan? Tandir kiritilmagan. Tandir juda katta razlitsa qilib ketish kerak edi bo'lmasa. Xo'p. Uchalasini yig'indisi o'sha bitta kattaga yaqinroq bo'lganini olishinglar kerak edi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun tandir ololmaysiz. Chunki tandirga qaysi luboy uchtasini qo'shinglar juda ham yaqin kelmaydi. Shuning uchun tandir kiritilmagan hisoblanadi. Demak, bolalar, sizlar bilan mana diagrammalarni tugatdik, jadvallarni va koordinata, ya'ni grafiklarni ustida ishladik. Mavzu sizlarga tushunarli bo'ldimi? Yozinglar. Bu eng murakkab mavzu edi va deylik, Prezident maktabida ham eng oxirida o'tiladigan mavzulardan biri edi. Xo'p, agar mavzumiz hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, bolalar, men sizlarga bugungi darsimizni, video darsini tashlab qo'yaman. Mana faylni ham tashlayman. Sizlar mana bu qoldirib ketgan juft misollarimiz bor. Biz 16ni ishlamadik, mana 17ni ishladik. O'rtada bitta qolib ketdi. O'shalarni endi o'zlaringiz mustaqil ravishda ishlaysizlar. Va bugun sizlar bilan oxirgi darsimiz bo'ldi. Endi bu yog'iga sizlarga biz o'sha ekzamenlar o'tgunicha testlar tashlab turamiz. O'sha testlarni, butunlay o'tilgan mavzularni takrorlab, o'sha testlarni ishlab o'rganib borasizlar. Xo'p, savolim bor, Yahyo. Xo'p, ber savoling bo'lsa yoz, nima savol? Hamma tushundimi meni gapim? Bugun sizlar bilan rasman oxirgi darsimiz bo'ldi. Shu bilan bu yoqqa faqat biz o'sha gruppaga test tashlab boramiz. O'sha testlarni ishlab o'rganasizlar. Xo'p. Ketsam maylimi? Aminjon, bo'ladi ketsang. Xayr ustoz, sog' bo'linglar. Rahmat, sizlar bilan mana pashta 3 oy birga ishladik. Xo'p, bugun ustoz men imtihonga kirdim. Yahyobek, xo'p, eshitaman. Ustoz, endi Zoomda dars bermaysizmi? Yo'q. Salom 8. Endi bu yoqqa Zoomda dars bo'lmaydi. Qo'y, hammaga xayr. Xayr, sog' bo'l. Vaqti qachon? Fozilbek, nimani vaqtini nazarda tutyapsan? Nimani vaqtini nazarda tutyapsan? Ha, testnimi? Testni endi ko'ramiz, через den tashlab turamiz. Erta bo'lsa, endi dushanba kuniga tashlaymiz, menimcha, xudo xolasa testni. Xayr ustoz, xayr. Yo'qda, faqat tanqidiy fikrlash, nima bo'ldi tushunmadim. U yoqda faqat tanqidiy fikrlash tushdi. 40 ta misol. Toshkentni iqtisod. Xo'p, bugun xorijiy tillarga bo'ldik. Xorijiy tillarda tanqidiy fikrlash bilan asosan ingliz tili deb yozib qo'ygan-ku.
Xo'p, savollar bormi? Bo'lmasa ustoz yana kurs olsak bo'ladimi testlardan keyin? Ustoz yana kurs olsak bo'ladimi testlardan keyin? Bo'ladi. Endi qaysi nima bo'yicha tayyorlanmoqchisiz, o'shanga qarab olsangiz bo'ladi. Man ham xursandman. Salom 8. Ustoz, siz bilan kursdoshlarim bilan dars o'tganimdan xursandman. Man ham sizlarga dars o'tganimdan juda ham xursandman. Xudo xohlasa, endi sizlardan hammalaringiz yaxshi natijalarni qilib, o'sha prezident maktabiga, ixtisoslashtirilgan maktabga kiradigan bo'lsanglar, Xorazm maktabiga kiradigan bo'lsanglar, nasib qilsa sizlardan yaxshi yaxshi natijalarni kutib qolamiz. Kimni agar natijalari chiqadigan bo'lsa, institutga kiradigan bo'lsa, albatta bizani xabardor qilib qo'yinglar. O'sha administratorga yozib, kim o'qishga kirsa, kiradigan bo'lsa, yozib bemalol qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ularni ham tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Rahmat Yahyobek, sizga ham xayr. Rahmat ustoz, xayr, sizlarga ham sog' bo'linglar. Men ham sizlarni unutmayman, xudo xohlasa. Natijalar ham zo'r bo'lsa, yana ham zo'r bo'lardi. Assalomu alaykum ustoz. Boshqa ixtisoslashgan maktablarda ham tanqidiy fikrlash bo'ladimi? Yo'q, faqat prezident maktabida bo'ladi. Boshqa ixtisoslashtirilgan maktablarda faqat 30 talik test bo'ladi. Al-Xorazmiyda ham, plus boshqa nimalarda ham shunaqa. Rahmat ustoz, darslar uchun katta rahmat. Sizlarga ham katta rahmat darslarni eshitganliklaringiz uchun. Xayr, Nursulton, xayr, sog' bo'l. Qo'shimcha kurslar haqida o'sha administratorga yozsang ma'lumot berishadi. Rahmat ustoz o'qitganingiz uchun. Buxorbek, senga ham rahmat. Rahmat, hammaga rahmat. Xayr. Fozilbek, xayr. Alibek, xayr. Nursulton, xayr. Ishonch izohlaymiz. Yaxshi, qani manaman. Qani? Nasib bo'lsa, yaxshi natijalarni kutib qolamiz sizlardan. Sizlarga ham rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi darslarda, keyingi imtihonlarda ko'rishguncha, Xudo xohlasa, yana agar o'qiydigan bo'lsangiz, bemalol yozsangiz bo'ladi. Yana onlayn darsdan tashkil qilamiz. Bu yil mana ixtisoslashtirilgan maktablar bor, avvalambor hammalaringiz yaxshi natija qilishlaringizni xohlayman. Yaxshi natija qiladigan bo'lsanglar, albatta bizga xabarni berib qo'yinglar. Bu yo'g'iga endi agar mabodo qanaqadir natija bo'lgan taqdirda ham bu yo'g'iga ko'ngilni tushirmaslik kerak, xafa bo'lib qolish kerak emas. Sababi mana 5-6 sinfni bitirgandan keyin ham yaxshi maktablar bor. Mana Mirzo Ulug'bek maktabi bor. Al-Xorazmiy maktablariga qo'shimcha kvotalar ochilib qoladi. Al-Beruniy maktablari bor, Ibn Sino maktablari bor. Ya'ni juda ko'p ixtisoslashtirilgan maktablar bor hali oldilaringizda. Natija qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, tushkunlikka tushmasdan dalshi o'qishni davom ettirish kerak. Sababi Al-Xorazmiy yokida Prezident maktabi o'xshamagan taqdirda ham keyinchalik Mirzo Ulug'bek, Ibn Sino yokida Beruniy maktablariga bemalol topshirsanglar bo'ladi. Bo'lmasam, men ham sizlar bilan mana 2 oy, 3 oy past ishladik. Dars o'tganimdan juda ham xursandman. Tanishganimdan xursandman. Keyingi darslarda, keyingi kurslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xayr.